Mikrofonni beraman. Qanday holatlarda kelib chiqadi aka? Mana yo'tal hozir bitta yo'tal bo'ldi ichida. Yelkada bor, keyin chatanda, sonda bor. Yo'talda farq bo'ladimi, yo'qmi? Yillab turgan mollarga suv masalasini aytib o'tib ketay. 37,5 dan 39,5 gacha normal holat. Chorva mollarida. Ha, meditsinskiy dorilarning foydasi ko'proq demoqsiz. Ko'proq. 3 oyga bir marta mana devorlarni ohaqlab turish kerak. Bir xil joyda topiladi, bir xil joyda qiyin. Bo'lmasa qaychi bilan qiyib tashlasin o'rtasidan. Yoz oyi kelganida chorvador akalarimizga tug'diradigan bir katta muammo bor, bu aynan teleroz kasalligi. Ya'ni bitkalarni mollarimizda ko'payishi. Aynan ushbu muammolarni yechish uchun biz Samarqandning shahariga kelganmiz va ikkita malakali veterinar vrachlar bilan biz maslahatlashamiz va qo'shimchasiga esa biz o'pka kasalliklarini qanday qilib davolashni barchasini sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Meni ismim Muhammad Ahmedov va Miostage kanaliga xush kelibsiz. Ko'p yillik ish faoliyatimizni juda ham muhim, aynan veterinariya sohasida. O'ng tarafimda turgan akalarimizni ikkita ko'p yilga ega bo'lgan veterinar vrachlarimiz. Biri Shahzod akamiz va ikkinchisimiz esa Feruza akamiz. Feruza akamiz 20 yildan ziyod stajga ega va Shahzod akamiz esa 8 yildan ziyod bo'lgan stajga ega bo'lgan veterinar vrachlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, chorvador aka-ukalarimiz, Muhammad. Assalomu alaykum. Bu akamizni juda ko'pchilik taniydi. Bu akamizni ham ko'pchilik taniydi. Samarqandda juda ham mashhur bo'lgan veterinar vrachlar. Juda ko'pchilik bularni maqtab rahmatlar yozishadi. Bemalol bularni kanallariga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Kanalingizda otini ham bir aytib o'tib keting. Kanalimizda o'sha chorva yo'nalishi bo'yicha kasalliklar bo'yicha maslahat berib boramiz. YouTube kanalimiz VetO'z 88. Gap yo'q. Ha, VetO'z 88 teradi. Lotinchalab kichkina harf bilan uzmasdan teradi. YouTube kanalimizga ulanadi. Telegram kanalimizda onlayn maslahatlar berib boramiz, mollar davolab boramiz. Xuddi shu VetO'z 88 teradi kanalga qo'shilib boraveradi. Telegram kanalimiz. Gap yo'q. Aka katta rahmat. Bugungi mavzuyimiz aka teleroz mavzusi va oxirgi qo'shimchamiz esa o'pka kasalliklarini davolash. Teleroz kasalliklari o'zi qanday holatlarda kelib chiqadi aka? Teleroz kasalligi boshlanishi o'sha kun isigandan issiqda qolishdan. Issiqda ko'plar e'tibor qilib qolmaydi. Sababi mollar ko'proq dalada, bir xil yopiq hollarda. Endi hamma joyda sharoit har xil. Shunga qarab tiyadi. Boshlanishi asosan kanadan. Kanallardan kelib chiqadi. Kanadan. Gap yo'q aka, mana mollarimizni ko'rganimizda bir o'yiz ko'rsatib borsangiz. Ko'z bilan ko'rganda qulayroq bo'lsa agar yaqinroqdan olib boramiz. Bular Mana yo'tal. mana yo'tal hozir bitta yo'tal bo'ldi ichidan. Bunda yo'tal. Holati boshlanishi. Hozir endi bu yerda ushlash sal qiyinroq bo'lyapti. Qisqacha qilib yaqinroq holatda tushuntirib beraman. Boshlanish holatlarini. Birinchisi, qiloqlar chalpayib, nasrinasi sal tushib, ovqatdan sekin-sekin ozaytiraveradi. Ichidan yo'tal paydo bo'ladi. Sekin yo'tal ichdan pastgina yo'tal ovoz keladi. Uchinchi holat limfa tugullari shishadi. Yelkada bor, keyin chatanda, sonda bor bo'ladi. Ana shundan ushlab sezib, nasrina tushgandan ushlab ko'rish, molni ushlab ko'rasizlar. Limfa bezlar kattalashdimi, demak teleroz boshlanyapti. Yashirin holati. Yashirin holat bir kundan 14 kungacha yashirin. Odamga sezish holatlarida 14 kungacha boradi. Demak, limfa tugullari o'sha bo'ynida ishlar. Shunday. To'g'rimi? Bo'ynida shishlar yo'tal bilan paydo bo'ladi. Temperatura qiladi обязательно. Shunday. Temperaturasi bo'ladi. Aka, yana bir savolim bor. O'pka kasalligi bilan o'pkasi kasallangan bo'lsa, shovonlash bo'ladigan bo'lsa, yo'taladi mollarimiz. Va teleroz kasalligiga uchrasa yo'taladi. Yo'talda farq bo'ladimi, yo'qmi? Yo'talda farq bo'ladi. Aha. Telerozdagi yo'tal holat past bo'ladi. Yengil yo'tal bo'ladi. Yengil yo'tal bo'ladi. Kalta. O'pka shamollashda yo'tal baland bo'ladi, burundan oqish holat bo'ladi. Keyin shu joyda bitta shunga qo'shimcha qilib ketay. Saqlashga borib, saqlashga holatiga bog'liqda bir xil issiqda turadi, bir xil o'sha tellab turgan mollarga suv masalasini aytib o'tib ketay. Suvni iloji bo'lsa ertalab chiqarib qo'yib tinitib bergan yaxshi. Suv havo haroratiga tushsin. Suvni krandan chiqarasa berish ham o'pka kasalligiga olib keladi.
Gap yo'q. O'pka kasalligiga hozir yana bir to'xtalib o'tamiz. Hozir esa sklerozni davolashda aka sizning maslahatingiz juda ham kerak bo'ladi. Maslahatlarimiz davolash bo'yicha o'sha birinchi o'rinda o'sha ovqatdan qolyaptimi, o'sha skleroz kasalligini sezdimi, o'sha o'ziga yaqin bo'lgan veterinar aka-ukalarimizni chaqirasizlar, mutaxassislarni. Termometr bilan birinchi isitmasini ko'rasiz. Isitma holatini aytib o'tib ketay. 37,5 dan 39,5 gacha normal holat chorva mollarida. 39,5 dan o'zi o'tdimi, kasallik boshlanyapti. Shunga qarab chaqirasizlar. Agar ungacha bo'lsa, 39,5 isitma normal bo'lib, ovqat yeyish holati kam bo'lsa, u oshqozon buzilishdan kelib chiqadi, ovqat. Shunday. Va ovqat masalasida. O'sha uchun o'sha 39,5 dan baland bo'lsa, keyin o'sha skleroz bo'yicha kurashga tushasizlar. Davolash holatlarini, dori-darmonlarni tushuntirib o'tib ketaman. Butachim, Gollandiyaniki, butachim ukolini foydasi katta. Keyin o'sha veterinariya aptekalardan u ham Gollandiyaning dorisi penistrid ishlatgan ma'qul. Isitmasiga, og'riq qolishiga mana shu diklofenak yo diklabirillar bo'laveradi. Keyin yana bir maslahatim, ko'p boshqa viloyatlardan, boshqa tumanlardan ko'p maslahat qilib turamiz. O'sha veterinar aka-ukalarimiz ko'p meditsinskiy dorilarni ko'p ishlatmaydigan. Shu holat onlayn mol davolaymiz, endi bilamizda qaysi viloyatlarda holatlar qanday. Shu uchun tavsiya qilaman meditsinskiy dorilardan sklerozga ishlatganni. Meditsinskiy dorilarning foydasi ko'proq demoqchisiz. Ko'proq. Foydasi bor. Yaxshi bo'lishga, organizmni tezroq tiklashga. Gap yo'q. Aytib o'tib ketaman. Natriy xlor, streptomycin asosan. Vitaminlar B12, B6, B12, 6, vitamin C, vitamin kompleks. Holatiga qarab, oxiri o'sha deksametazon ukol holati agar sal kuchsizlanib, qonda suyulish ko'p bo'lsa, aminarin, zefamin insonlarga qo'yilgan infuzor. Ana. Umidini ko'tarib beradi. Gap yo'q aka, katta rahmat va xudo xolasa necha kun davomida lecheniyamizni davom etadi? Lecheniyasi holatiga qarab 3 kun, 5 kun, 1 haftaga ham cho'zilishi mumkin. Kasallikni organizmni holatiga qarab. Bir xil og'irroq o'tadi, bir xil yengil o'tadi. Endi qancha e'tibor qilib oldinroq olsa, oldini tez yaxshi bo'ladi. Ham oilaviy budjetga foydasi bor, ham molga foydasi bor. Tez o'zgaradi, mol orqaga ketmaydi-da. Xo'p, yana bir savolim bor. Bir emas, ikkita savolim bor. Birinchi savolim shundan iboratki, mollarimizni yoz oyida agarda biz cho'milib turadigan bo'lsak, bu bitkanalariga foyda va ziyonlari qanday? Bitkanalariga siz javob bering. Bitkanalariga hozirgi vaqtda haftasiga bir marta mollarda tashqi parazitda kanallar, pashshalarga asosan spermetrin dori vositasi ishlatsa bo'ladi. Keyin 3 oyga bir marta mana devorlarni ohaklab turish kerak. Dezinfeksiyada u ham krealin dorisi bor. Ishlatsa bo'ladi shu dorilarni. Lekin haftasiga bir marta обязательно hozirgi vaqtda kurashish kerak. Eng kamida. Haftasiga bir marta. O'zi mana pashshalar avjida-da hozirgi vaqtda. Shunaqa. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat kattakon va bir narsa so'ramoqchi edim. Bu yerda o'zgarmayotgan 3 ta molni ko'rdim va ularda yo'tal sezdim. Ulardagi yo'talga, ya'ni ularga qanday diagnoz qo'ysak to'g'ri bo'ladi shunda? O'pka pnevmiyasi holati ketyapti. Yallig'lanish bor o'pkada. Bu mollar chetdan keladi, yo shu kelish davrida bo'ladi. Kelishda o'sha har xil holatda keladi-da. Tellash bo'ladi. Tellagandan chiqadi yo ochiladi. 2-3 kunda kelish holatda o'sha o'pkada ushlash bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha oldindan bir xilda. Endi saqlash sharoitiga bog'liq o'sha vaziyati qanday. Shu uchun endi o'sha o'pka yo'nalishi bo'yicha tushuntirib davolash haqida aytib o'tib ketaman. Juda zo'r bo'lardi. O'pkani penistrid yaxshi oladi. Teliazin 20%lik.
Netafarm Rossiyaniki ishlatamiz, ko'p qo'llaymiz. Endi men o'sha bor o'zimiz o'sha sinovdan o'tgan dori-darmonlarni aytib o'tib ketyapman-da. Davolashda. Keyin o'sha streptomycin, pensilin. Mana shu unga mos dorilar kanamycin, streptomycin, pensilin, ampensilin. Endi bir xil joyda topiladi, bir xil joyda qiyin. Agar yetarli joyda qolmasa, kunora oxirgi lecheniyalarda betsilin ham tavsiya qilaman. Gap yo'q. U esa antibiotik. Antibiotiklar. Ko'p holatda antibiotiklardan keyin mollarimizni immuniteti tushadi. U holatda nima maslahat berasiz? Vitaminlar qilish kerak. O'zim hozir o'sha telerozni aynan vaqti o'sha oxirgi mana shu 20 kun, 1 oylardan bag'i juda kasallik o'jaga chiqqan. Telerozdan 5 kun yo 7 kun yo 3 kundan lecheniyadan chiqqandan keyin Miosta preparatdan foydalanyapman. Miosta preparatdan foydalanyapsiz. Ha. Oxirgi lecheniya tugaydi, qilinadi, risk umid ko'tariladi birinchisi. Ikkinchisi tarkibi oqsil birdan tiklanishga foydasi bo'lyapti. O'sha charchagan holatlarda risk o'sha o'zgarishi yaxshi bo'lib, tezroq yana o'sha eski avvalgi holiga qaytishga molga o'sha foydasi katta. Tiklanib olishiga yordam beradi-da. Tezroq o'zini vaznini yig'ib olishga eski. Masalan, kasal bo'ldi. Shunday. Kasallikdan keyin vaznni yo'qotadi-da baribir. Yemaydi 5 kun, 3 kun kasallik davriga qarab. Shu vazni yo'qotganini tezroq o'ziga olishiga yordam beradi. Gap yo'q aka. Yana qo'llanilgan aniq to'g'ri vosita bu. Demak, ishonch bilan bemalol ayta olasizlar. Shunday. Mana paketlarigacha turibdi. Kasallik shamollash ko'p bo'ldi-da bu yoqda. Shamollashdan keyin обязательно Miostani 2 marta 30 kun oralig'ida qo'lladik. Yaxshi bo'ldi. Bularniki mana o'zgarmayotganligi sababi bitta, ikkita hozirgi bu yoqda. O'zi ham o'smay qolgan. Bunisi katta, hammasi bir xil edi bular kelganiga. O'zgarmayotgan sababi bularni shamollashi o'tib ketgan. Hozirgi mana havo issiqligi tufayli bu kasallik qo'zg'alayapti-da. O'pka shamollashi. Unga endi lecheniyalarni qilamiz-da. Gap yo'q aka. Kattakon rahmat. Shu orada Muhammad yana bir gap aytib o'tib ketay. O'sha boshda esdan chiqib qolibdi, uzr so'raymiz. Kana. Katta kichikligiga qarab bir xilla bilib bilmay yulib qo'yadi. Kanani yulmanglar. Chorvador aka-ukalarimizga maslahatim. Salarga kralin bo'lsa, tegirib qo'ysa bo'ladi, mayda bo'lsa. Bo'lmasa qaychi bilan qiyib tashlasin o'rtasidan. Yulsa o'sha kasallik biriga bir qo'shilib ketadi hamda yaxshi bo'lishi qiyin bo'ladi hayvonda. Demak, salarkani tegizib qo'ysangiz, ha, faqat kanani o'ziga, paxtacha bilan botirib, tegirsa ham bo'ladi, qaychi bilan qiyib qo'ysa ham bo'laveradi. O'zi tushib ketadi. O'zi shunday joyida quriydi. Nishi katta ziyon qiladi. Aka, bunaqa layfhaklarni qanaqa qilib siz bekitib yuribsiz xalqdan? Ayting menga, qanaqa qilib? Tasavvur qilyapsizmi aka? Bitta dona o'sha nima bilan paxtaga botirib, shu tegizib qo'ysangiz kanani o'zi tushar ekan. Endi to'g'ri, bu siz aytishingiz mumkin. Butun tanasida kana qidirib yuramanmi, boshqami? Yo'q, aka, qidirib yurmaysiz. Agar mabodo ko'radigan bo'lsangiz, bemalol tegizib qo'ysangiz, salarka bilan. Aka, mana kanamizga tushar ekan. Qo'ying aka, kattakon rahmat sizlarga shunday maslahatlar uchun. Bunaqa veterinar vrachlarimizni juda ham ko'paysin aka. Chunki sizlar borsizlar, biz xalq tinch yashaymiz, tinchlik bilan biz sog'lom yuramiz. Veterinar vrachlarni har doim hurmat qilib, imkon qadar ularga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Chunki bular biz uchun, xalq uchun xizmatdir. Nafaqat hayvonlarni davolaydi, balki insoniyatni davolaydi bular. Shunday. Kattakon rahmat aka. Chorvamizga Allohim baraka bersin. Sizlarning ishlaringizga omad. O'z vatanimizda, yurtimiz tinch bo'lsin. Vatanimizda, O'zbekistonda hamma veterinar aka-ukalarimizga ham omad. Gap yo'q aka. Katta rahmat. Sog' bo'ling, shaxsizligi, ishingizga rivoj. Yostage, sog'lom yechimlar. Bitta qo'llab ko'ring aka, pushaymon yemaysiz. Shunday.